özüm şu hayatimda bir bo'lgan bir katta bir navdeydi tushkunlik vaziyatdan men o'zgartirishga to'g'ri kelgan. Bu o'zim doğan anamni o'limi bo'lgan. Semizlikdan, nosog'lom turmush tarzidan, insult bo'lib o'lgandan keyin men ko'p izlanganman-da, sog'lom turmush tarzine kirib kelganman. 2015-yilda shu Qoraqalpog'istonda 4 yilda sog'lomlashtirish klubi ochib, shuni 10 yil yuritganman. Hozirgi kunda bo'lsa shu qiziqishlarim deymi, psixologiyaga olib kirib, hozirgi kunda ong bo'yicha ishlab, ayollar uchun hozir aytganingizdek 10 ayoldan 9 ayol yig'lab yuribdi. Alloh hammani bir xil yaratgan bo'lsa, bir xil imkoniyat bergan bo'lsa, shuning uchun izlanib hozirgi kunda endi o'zim psixologman deb aytmayman. Как проводник, yetaklovchi, ayollarni yetaklovchi. Yine o'zim qaysi jabhada o'zimni masalan hayotda tajribalarim bo'lsa, shu tajribalarim orqali uzoq yo'ldan emas, ayollarga qisqa yo'ldan yurib hayotini yaxshi tarafga o'zgartirish bo'yicha mentorman desam ham bo'ladi.